Bizning loyihamiz nomi talabalarda gender tengligi madaniyatini shakllantirish loyihasini bugun sizlarga tushuntirib beramiz. Bu loyihani amalga oshirishda maqsadlarga ajratganmiz. Bu maqsadlar ta'limda qizlar uchun ba'zi to'siqlar, ya'ni jamiyatdagi ba'zi stereotiplar va ikkinchisi gender tengligini targ'ib qilish, uchinchisi asosiy maqsadlar va kutilayotgan natijalar. Birinchisi bu ta'limda qizlar uchun ba'zi to'siqlar, ya'ni xalqimizda va jamiyatda shunday gap bor, sen qiz bolasan yoki bu ish qiz bola uchun emas degan tushuncha bor. Bu stereotiplar sistemda bo'lishi mumkin yoki chet el bilan bog'liq muammolar yoki sport bilan shug'ullanishda bunday to'siqlarga duch kelishi mumkin. Keyin oiladagi muhit, oilada ham ba'zi qizlarimiz uchun to'siqlar qo'yiladi. Bu muammolarga yechim haqida Muzayyana gapiradi. Bu muammolarga yechim oladigan bo'lsak, birinchisi ta'lim orqali oladigan bo'lsak, ta'limda o'qituvchilar gender mavzusida darslar o'tishi, keyingisi ijtimoiy tarmoqlar orqali oladigan bo'lsak, ijtimoiy tarmoqlarda, ya'ni film yoki maqolalarda gender mavzusini targ'ib qilish, keyingisi treninglar orqali oladigan bo'lsak, o'qituvchi, o'quvchi hamda ota-onalar o'rtasida gender mavzusidagi treninglar o'tkazish, keyingisi huquqiy islohotlar, ya'ni ayollar va erkaklar tengligi haqidagi qonunlarni himoya qilish. Birinchidan biz loyihamizni hafta davomida ko'rib chiqmoqchimiz. Ya'ni bir haftalik rejalashtirdik. Haftaning bosh kuni, ya'ni birinchi kuni dushanba kunida stend yaratiladi. Bunda jamoamiz ishtirokchilari bilan birgalikda stend yaratamiz. Bu stendda ayollar va erkaklarning huquqlari ochib beriladi hamda gender tengligiga ahamiyat beriladi. Ikkinchi kunda esa u talabalarga havola etiladi. Ya'ni talabalarga tushuntirishlar olib boriladi. Shunda talabalar o'zlarining fikrlarini o'rtoqlashishi mumkin yoki talabalar yangi bilimlarni ham o'rganib olishlari mumkin. Keyin haftamizni qolgan 3 kunida esa, ya'ni chorshanba, payshanba va juma kunlari talabalar o'z fikrlarini biz bilan maslahatlashadi. Ya'ni loyihamizda kamchiliklar bo'lsa, ular bilan o'rtoqlashishlari mumkin yoki o'zlarining boshqa takliflarini ham bildirishlari mumkin. Keyin shanba kunida esa barcha talabalarning fikrlari yig'ilib umumiy xulosa qilinadi, ya'ni report qilinadi. Yakshanba kuni esa talabalar e'tiboriga namoyish etiladi. Ya'ni biz prezentatsiya holatida taxlamoqchimiz. Uni talabalarga qayta havola etamiz va ularning fikrlari ham o'z navbatida muhokama qilinadi. Agarda bu loyihaga qiziqish bo'lmasa, biz PR reklama ko'rinishida ham omma e'tiboriga havola etmoqchimiz yoki ijtimoiy tarmoqlar orqali havola etamiz. Biz kutadigan natijalar talabalar o'rtasida gender tengligiga oid bilim, madaniyat va ijobiy fikrlarni kuchaytiradi va universitetda ayol va erkak talabalar o'rtasida o'zaro hurmat va hamkorlikni mustahkamlaydi. Gender tengligiga oid ijtimoiy tashabbuslarni ko'paytiradi. Biz guruhimiz bilan gender tengligini sizlarga rasmlar asosida tushuntirmoqchi bo'ldik. O'ng tomondagi rasmga e'tibor beradigan bo'lsak, ayollarning ko'pincha barmoq uchida ko'rsatilishi, ayollarga ko'plab to'siqlarni qo'yilganligini ko'rish mumkin. Chap tomondagi rasmlarda esa tarozi pallasida erkak kishi va ayol kishining teng olinganligi ko'rsatilgan. Plakatimiz orqali ham tasvirladik buni. Biz loyihamizda gender tengligi to'g'risida tushuntirdi. Gender tengligi bu faqat ayollar masalasi emas, bu insoniyat masalasi deb aytib o'tgan. Kofi Annan esa ayollarning teng huquqli bo'lishi jamiyatning taraqqiyotiga garovdir deb aytib o'tgan. Biz bu loyihamizdan asosiy maqsadimiz ayollar va erkaklar o'rtasida gender tengligini rivojlantirish va ayollarning huquqlarini himoya
hurmat qilinishi, keyin ular o'rtasida adolatli tizimni rivojlantirish maqsadida tayyorladi.